Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan Javlon Abdumomapov. Excel darslari davom etadi. Xo'p, bugungi darsda o'tgan darsga o'sha amaliy vazifalar berilgan edi sizlarga. Shu amaliy vazifalarni sizlar bilan birgalikda qilamiz bugun. Xo'p, o'ylaymanki, o'sha o'tgan darsda описаниесida bor. Bu darsga ham qo'yib qo'yaman. O'sha описание kommentga link qo'yib qo'yaman. Link sizlarni shu manzilga olib keladi. Bu manzildagi shu shart formulalarni yuklab olishlar kerak bo'ladi shu qismdan. Hop, yuklab olganinglardan keyin mana sizlarga ochiladi shart formulalari. Ya'ni рабочий stolga yuklab olsanglar oson bo'ladi. Keyin kirasizlar. Kirgandan keyin mana bu qismni to'ldirib chiqasizlar. Bu qismni to'ldirishni o'tgan darsda ko'rsatganman. Ya'ni imtihon natijalari va mahsulotda ombor qismlari, ya'ni sahifalar bor. Imtihon natijalaridan boshlaymiz. Hop, birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ishlar. Hop. Umumiy ballarni hisoblab olaylik, oson bo'ladi. Umumiy ballar. Umumiy ballarni hisoblash uchun biz bu yoqdagi hamma formuladan foydalanishimiz kerak. Buni bu yoqqa olsak ham bo'ladi. Osonroq ishlashimiz uchun. Ctrl C qilasizlar va bu yoqqa Ctrl V qilib tashlab qo'yamiz. Bunday bosamiz, bunday bosamiz, bunday bosamiz. Shunaqa. Mana umumiy shunaqa bossanglar oson bo'ladi copy paste qilishga. Endi yozib o'tirmaymizda. Bu umumiy ball hisoblash uchun nima qilamiz? Biz shunchaki uchalasini bir-biriga qo'shamiz. Buning uchun bizda sum degan formula bor. Xo'p, teng belgisini qo'yamiz. So'ng qavs ochiladi va diapazonni belgilaymiz. Qaysi sonlarni bir-biriga qo'shish kerak. Keyin enter bosamiz va 125. Endi buni har bittasini bittada yozib o'tirmaslik uchun mana plus tugmasi orqali pastga tortamiz. Xo'p, endi biz natijani chiqarib olishimiz uchun bizga o'rtacha ball kerak. Shuning uchun bu qismni oldin to'ldirib olamiz. Bu qismni. Undan keyin davom etamiz. Buni belgilab turib, shunchaki o'chirib olishimiz mumkin. Bizga bu qism kerak emas. Lekin buni o'chirganimizdan keyin bizda muammo paydo bo'ldi. Xo'p, davom etamiz. O'rtacha ball chiqaramiz. O'rtacha ball chiqarish bu средний знач formulasi orqali bajarilar edi. O'rtacha ball. Teng belgisini qo'yamiz. Xo'p, qavs ochamiz. Diapazonni belgilaymiz. Ya'ni bu nazariy imtihonlardan o'rtacha ball topib berish kerak. Bu Scratch imtihonidan, bu Word dasturi imtihonidan. Bu o'sha imtihon natijalari jadvali edi. Enter bosamiz. 48. Ya'ni nazariydan o'rtacha ball 48 ball ekan. Endi buni yana yozib o'tirmaslik uchun shunchaki tortib qo'yamiz. Scratchdan o'rtacha ball 55 ball, Worddan o'rtacha ball 69 ball, umumiy balldan o'rtacha ball 171 ball. Ya'ni biz imtihon natijalarini chiqaradigan paytimizda shu o'rtacha balldan foydalanamiz. Xo'p, endi eng ko'p ball. Xo'p, eng ko'p ball bu max formulasi orqali aniqlashtirilar edi. Esingizda bo'lsa. Max teng belgisi bosamiz. Ochamiz funksiyani. Xo'p, undan keyin diapazonni belgilaymiz. Enter. 70 ball. Ya'ni maksimal ball nazariy bo'yicha 70 ball ekan. Yana buni yozib o'tirmaslik uchun shunchaki surib qo'yamiz. Scratchdan 65 ball, Worddan 90 ball, umumiy ball bo'lsa 220 ball ekan. Eng baland ball. Xo'p, keyingisi eng kam ball. Eng kam ball bu min formulasi orqali amalga oshiriladi. Teng qo'yamiz, formulani tashlaymiz, qavs ochiladi, diapazon belgilanadi, qavs yopiladi, enter. 20 ball eng kam ball. Buni endi surib qo'yamiz yana. Mana umumiy ballda eng kam ball 120 ball ekan. Bu Rahmatniki, ya'ni Rahmat ismli o'quvchini ball. Xo'p, keyingisi bu o'rtachadan yuqori ball olgan o'quvchilar sonini chiqarish kerak. Endi bu yoqda ozgina murakkabroq, ya'ni bu oddiy formula emas, endi o'sha если formulasidan foydalanishimiz kerak. Buning uchun bizga short если formulasi kerak bo'ladi. Short если bu berilgan shartni qanoatlantiradigan kataklar sonini aniqlashtirib beradi. Biz short yes'ni olamiz. Short yes'li Ctrl C bu qismga o'tamiz. Teng belgisi Ctrl V qavs ochamiz va xo'p, diapazonni belgilaymiz. Shu diapazonda shu oraliqdagi kataklarning ichidan virgul yoki nuqta virgul qo'yamiz. Qo'shini ochamiz. Shart yozishimiz kerak. O'rtachadan yuqori ball olgan. Ya'ni yuqori, ya'ni katta o'rtachadan. O'rtacha nima edi? O'rtacha bu 48 edi. 48 dan katta ball olgan o'quvchilar soni mana. Bu yoqda diapazon berilyapti. Mana bu diapazon shu oraliqda C3 bilan C9 kataklari oralig'idagi kataklarda 48 dan katta bo'lganlarini sonini chiqarib ber deyapmiz. Qavs yopamiz va enter bossak mana 4 ta. Bu o'sha 48 dan katta bo'lgan sonlar. Ya'ni
o'rtachadan yuqori ball, to'g'rimi? O'rtacha ball bu 48. Shu 48 dan yuqori nechta o'quvchi bor? 4 ta o'quvchi 48 dan yuqori, o'rtachadan yuqori ball olgan. Endi o'rtachadan past ball olgan o'quvchilar. Shuni teskarisi bo'ladi. Teng belgisi formulani tashlaymiz. Qavs ochamiz. Diapazonni belgilaymiz. Diapazon shu. Hop, vergul yoki nuqta vergul qo'yamiz. Qo'shni ochamiz. Hop, endi esa kichkina bo'ladi. Kichkina o'rtacha balldan, ya'ni 48 dan. Hop. Endi buni 48 emas, buni shu katagida belgilasa yaxshi bo'ladi. Mana kichkina C11 katagidan. Chunki bu yoqqa surgan paytimizda bularni ham hisoblash kerak o'shaning uchun. Keyin qo'shtirnoq yopamiz va qavs yopamiz. Enter bosadigan bo'lsak, 0 ta chiqarib berdi. Nega? Chunki bu formula bilan topyapti. O'shaning uchun 0 ta chiqarib berdi. Hop, demak, buni shunchaki C11 emas, 48 deb qo'yamiz va enter bossak, mana 3 ta chiqarib berdi. Endi buni olib turib yoqqa suradigan bo'lsak, 6 ta, 6 ta, 7 ta. 6 ta. 1, 2, 3, 4, 5. Lekin bu yoqda 5 ta. 1, 2, 3, 4, 5. 6 ta ekan, to'g'ri ekan. Bu yoqda nima qilyapti? Bu yoqda ham 48 bilan o'lchyapti. Bu yoqda 48 bilan o'lchash kerak emas. Bu yoqda 55 bilan o'lchash kerak. 4 ta bo'ldi. Hop, bu yoqda bo'lsa 69 bilan o'lchash kerak. 69. Bu qismda bo'lsa 171 bilan o'lchash kerak. 4 ta. Hammasi 4 ta ekan. O'zi bittasini bilsak yetarli ekan bizga. Qolgani shart emas ekan. Ya'ni shu. Buni shu eng oxirgi olib kelib qo'ysak ham bo'lar ekan, buni ko'chirib. Ya'ni bu formulalarni shunday ko'chirib tashlab, bu yoqqa oxirgi qo'yib qo'ysak ham bo'lar ekan. Cho'y tesli, chunki bir xil ekan, deyarli hammasida. Xo'p, demak, diapazon belgilaymiz. Shu diapazonda nuqta vergul yoki vergul qavs ochamiz. Kechirasizlar, qo'shtirnoq ochamiz va agar katta bo'lsa 171 dan qo'shtirnoq yopamiz va qavs yopib enter bosamiz. 4 ta. Endi bunda teskarisi bo'ladi, xuddi shu formulani. Diapazon belgilaymiz. Nuqta yoki vergul yoki nuqta vergul. Ya'ni bu bo'lishi mumkin yoki bu bo'lishi mumkin. Qo'shtirnoq ichida agar kichkina bo'lsa 171 dan qo'shtirnoq va qavs yopamiz, enter bosamiz 3 ta. Hop, endi mana bu qism yesli orqali qilinadi. Ya'ni mana bu yesli formasi orqali qilinadi. Agar umumiy ball o'rtacha balldan past bo'lsa, imtihondan yiqildi bo'lsin. Agar umumiy ball o'rtacha balldan yuqori bo'lsa, imtihondan o'tdi bo'lsin. Bu endi shunchaki yozuv. Buni formula orqali qilishimiz kerak. Buni o'chirib tashlaymiz. Buni ham o'chiramiz bu yoqqa. Avval yesli formasini kopirovat qilib olamiz. Bu qismga o'tamiz. Teng yesli qavs ochiladi. Bu yoqqa shart yozishimiz kerak. Shart agar umumiy ball katta bo'lsa 171 dan, ya'ni o'rtacha balldan, umumiy ball o'rtachasidan katta bo'lsa, vergul yoki nuqta vergul qo'shtirnoq ochiladi. Imtihondan o'tdi. Ya'ni agar F3 ya'ni 125 171 dan katta bo'lsa, imtihondan o'tdi bo'lsin. Vergul yoki nuqta vergul aks holda imtihondan yiqildi. Qo'shtirnoq va qavs yopamiz, enter bosamiz. Ya'ni imtihondan yiqildi. 125 ball bo'lgancha imtihondan yiqildi bo'ldi. Endi keyin kelinglar shunga ham yozib ko'raylik. Teng yesli qavs ochamiz. Yana shart yozamiz. Agar 190 ya'ni umumiy ball katta bo'lsa 171 dan vergul yoki nuqta vergul imtihondan o'tdi. Qavs yopiladi. Nuqta vergul yoki nuqta vergul qavs ochiladi. Imtihondan yiqildi. Endi nima bo'lyapti bu yerda? Bu yerda shart berilyapti. Agar 190 171 dan katta bo'lsa, imtihondan o'tdi chiqsin. Agar katta bo'lmasa, imtihondan yiqildi degan yozuv chiqsin. Enter bosamiz va mana imtihondan o'tdi degan yozuv chiqdi. Chunki 190 171 dan katta. Endi har bittasiga bitta yozib chiqmasligi uchun shunchaki buni ko'chirib qo'yamiz va mana imtihondan yiqilganlar
120 ham 171 dan kichkina, 150 ham 171 dan kichkina. Shuning uchun imtihondan yiqildi. Qolganlar o'tdi. 125 ham 171 ya'ni o'rtacha balldan kichik bo'lgani uchun imtihondan yiqildi. Yozuvlari chiqyapti. Ya'ni shunaqa. Ikkinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish shu edi. Birinchisi buni to'ldirish edi. Ya'ni bu sahifadagi. Ikkinchisi bo'lsa bularni olish edi. Endi buni yana bunday olib turib Ctrl X qo'ysak ham bo'ladi. Mahsulot nomoriga o'tamiz. Bu qismga tashlab olsak oson bo'ladi. Copy paste qilishimiz. Hop, birinchi bularni aniqlashtirib olamiz bu qismlarni. Undan keyin bularni to'ldirib chiqamiz. Shu formulalardan foydalangan holatda. Hop, birinchi umumiy qiymat topishimiz kerak. Umumiy qiymat bu son va narxni o'zaro ko'paytmasidan bo'ladi. Hop, teng belgisini qo'yamiz. Teng. Agar emas, kechirasiz, son ko'paytirilganda, ya'ni yulduzcha belgisi orqali bu shift 8 bosish orqali bajariladi. Agar emas, buni topish uchun sonni narxga ko'paytirishimiz kerak. Son narxga ko'paytirilsa, enter bosamiz mana. Hop, qancha? 12.500.000. 2,5 milliondan 5 tasi 12,5 million bo'lar ekan. Bu to'g'ri. Endi buni har bittasini yozib o'tirmaslik uchun mana bu juda ham sodda formula. Tortib qo'yamiz va hammasini umumiy qiymati chiqsin. Endi bu yerda minimal zaxira bor, bu tayyor yozilgan. Bu yerda holati yetarli yoki kam deb yozilgan. Buni to'ldirishimiz uchun biz ya'ni holati kam yoki yetarli. Nimani taqqoslashimiz kerak? Bu yoqda o'sha если formulasidan foydalanamiz. Agar mahsulot soni minimal zaxiradan ko'p bo'lsa, yetarli. Kam bo'lsa, kam deb yozilishi kerak. Если formulasiga o'tamiz. Buni kopirovat qilamiz. Bu yoqqa o'tib teng belgisini bosamiz va stavit qilamiz. Qavs ochiladi va bu yoqqa shart berilishi kerak. Agar mahsulot soni katta bo'lsa, minimal zaxiradan virgul yoki nuqta virgul shart qanoatlansa nima ish bajarilishi kerak? Misol uchun mahsulot yetarli deb chiqish kerak. Agar noto'g'ri bo'lsa, ya'ni mana bu yerda biz shart berdik. Shu shartimiz to'g'ri bo'lsa, mahsulot yetarli. Agar noto'g'ri bo'lsa, nuqta virgul yoki virgul qo'yamiz. Qo'shni ochamiz va mahsulot tugayapti deb yozamiz. Qo'shni yopamiz, qavs yopamiz, enter bossak, mana mahsulot tugayapti. Nimaga? Chunki minimal zaxiradan kompyuterda soni kam. Endi ikkinchisi, endi buni yozib o'tirmaymiz, shunchaki yana yozamiz, mayli, xo'p. Kelinglar, sizlar o'rganishlar uchun teng yozamiz. Formulani yozamiz, qavs ochamiz. Agar mahsulot soni ko'p bo'lsa, ya'ni katta bo'lsa, minimal zaxiradan nuqta yoki virgul yoki nuqta virgul shart shu, ya'ni klaviatura soni 12 ta ekan. Agar minimal zaxiradan 10 ta katta bo'lsa, mahsulot yetarli. Agar virgul yoki nuqta virgul to'g'ri bo'lmasa, mahsulot tugayapti. Qo'shni yopiladi va qavs yopiladi. Bu yerda mana agar D4, ya'ni D4 bu D4 rangi bilan ajratib qo'ygan. Mahsulot soni, ya'ni klaviatura soni 12 ta. Katta bo'lsa, ko'p bo'lsa, minimal zaxiradan mahsulot yetarli deb chiqsin. Agar mahsulot soni minimal zaxiradan katta bo'lmasa, mahsulot tugayapti deb chiqsin. Enter bosamiz va mahsulot yetarli deb chiqyapti. Nimaga? Chunki minimal zaxiradan soni ko'p. Endi buni yozib o'tirmaslik uchun shunchaki mana pastga surib qo'yamiz va mahsulot tugayapti. Nimaga? Chunki minimal zaxira 4 ta ekan, bu yerda bo'lsa 3 ta. Minimal zaxira 10 ta ekan, bu yerda bo'lsa 8 ta. Mana yetarli degan minimal zaxira 10 ta ekan, bu yerda 15 ta. 30 ta ekan, bu yerda 50 ta. Ko'p bo'lgani uchun yetarli deyapti. Shunaqa. Xo'p. Keyingisi endi bularni hisoblab chiqishimiz kerak. Jami mahsulot soni deyapti. Nima deymiz? Shunchaki buni belgilab olamiz va bu yerga yozamiz. Shuning uchun SHOTZ dan foydalanishimiz kerak. SHOTZ bu bo'sh bo'lmagan qiymatlarni topib beradi. Aynan nimalarni? Matnlarni. Matn va sonlarni. Biz shundan foydalanamiz. Bosamiz SHOTZ, Ctrl C, o'tamiz. Teng belgisi, Ctrl V. Qavs ochamiz. Diapazon belgilaymiz va enter tugmasini bosamiz. 10 ta.
Mahsulot soni 10 ta ekan. Jami qiymat. Endi jami qiymatga biz buni olishimiz kerak, lekin boshqa formula. Jami qiymat. Bu jami mahsulot soni deyapti. 10 ta. Jami qiymat nechta bo'ladi? Qaysi formula bo'ladi? Sum formulasi bo'ladi. Kopirovat qilamiz, yoqqa o'tamiz, teng, vставить, qavs ochiladi. Qaysi sonlarni bir-biriga qo'shib berish kerak? Ya'ni mana jami qiymat degan bu umumiy qiymatlarni hammasini qo'shishimiz kerak. Umumiy qiymat bu mahsulotning umumiy qiymati. Shuning uchun E3 dan E12 gacha qavs yopiladi, enter bosiladi mana. 24.820 ming ekan. Shuni hammasini bir-biriga qo'shsangiz 24.820 ming bo'ladi. Umumiy qiymat bu kompyuterning umumiy qiymati. Bu klaviaturaning umumiy qiymati. Bu bo'lsa, butun boshli ombordagi hamma jami qiymat. Endi o'rtacha narx. Narx qani bizda? Narx mana. Shu narxlarning o'rtachasini topib berish kerak. Средний значь degan funksiyamiz bor. Shu funksiyadan foydalanamiz. Endi bunga e'tibor bermanglar. Bu formulasi ishlamayapti, shuning uchun shunaqa bo'lyapti. Ya'ni bu yoqqa noto'g'ri ma'lumot berilgan. Buni o'chirib tashlagan bo'ladi. Delete qilib e'tibor beramiz. Средний значь. Copy qilamiz. Ctrl C orqali teng qo'yamiz. Ctrl V qavs ochamiz. Narxni o'rtachasini topish kerak. Diapazonni belgilaymiz. Qavs yopamiz. Enter. 679.500 so'm ekan. Ya'ni hammasini bir-biriga qo'shyapti-da, 10 ta mahsulot bo'lgani uchun 10 taga bo'lyapti. Ya'ni o'rta arifmetik topilyapti. Shunda 679.500 so'm bo'lyapti. Kam mahsulotlar soni. Endi mana bu yoqda. Mana mahsulot tugayapti, mahsulot yetarli, mahsulot tugayapti, mahsulot yetarli, shunaqa. Yetarli mahsulotlar soni deyapti bu yoqda. Yoki kam mahsulotlar soni. Xo'p, endi biz bu yoqdan yana shart berishimiz kerak. Bu ham ozgina murakkabroq ekan. Nima deymiz? Bunday qilamiz. Yeslidan foydalanamiz. Yesli shartidan. Kam mahsulotlar soni, yetarli mahsulotlar soni. Xo'p, yesli funksiyasidan foydalanishimiz kerak. Xo'p, short yesli, so'm yesli, sredний значь yesli. Yeslidan foydalanib ko'ramiz. Bu ham menga murakkab tuyuldi. Qani, qila olsam kerak. Kam mahsulot soni. Bu yoqqa qo'yamiz. Xo'p. Kam mahsulotlar soni. Yo'q, bizda short yeslidan foydalanishimiz kerak. Short yeslini olamiz. Copy. Kam mahsulotlar soni. Endi bunga qanaqa yozishimiz mumkin? Short yesli bu yoqqa teng yozamiz. Ctrl V qavs ochamiz. Bu yoqqa diapazonni belgila deyapti. Diapazonni belgilaymiz. Vergul yoki nuqta vergul qo'yamiz. Qo'shnoq ichida endi biz nima deyishimiz kerak? Kam mahsulotlar soni. Endi teng bo'lsa mahsulot tugayapti. Ya'ni bu yerda mana shu belgilangan joyda mahsulot tugayapti degan o'sha so'zlarni topib berish kerak. Mahsulot tugayapti. Qo'shnoq yopamiz. Yopamiz. Enter bosdik. 6 ta. Ya'ni mahsulot tugayapti degan narsa 6 ta ekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya'ni mana bu yerda short yesli diapazon belgiladik. Diapazon belgilaganimizdan keyin shu mahsulot tugayaptiga teng bo'lsin dedik. Mahsulot tugayaptiga teng bo'lgan nima desa bo'ladi? So'zlar 6 ta ekan. Shunaqa. Xo'p. Yaxshi, endi yetarli mahsulotlar soni. Bu yoqqa shuni teskarisi bo'ladi. Teng yoziladi. Ya'ni short yesli. Qavs ochamiz. Bu yoqqa diapazon belgilaymiz. Diapazon shu. Endi bu yoqqa vergul qo'yib turib yoki nuqta vergul qo'yib turib qo'shnoq ochamiz. Bu yoqda nima deymiz? Teng mahsulot yetarli. Qo'shnoq yopamiz. Qavs yopamiz. Enter. Endi bu juda murakkabroq tuyulishi mumkin. Short yesli belgilangan diapazonda mana o'sha shartni qanoatlantiradigan katalarni sonini chiqarib beradi. Endi kam mahsulotlar jami qiymati. Kam mahsulotlar jami qiymati sum yesli orqali qilinadi. Jami deyapti chunki mana sum yesliga kiramiz. Sum yeslini belgilaymiz. Bu yoqqa o'tamiz. Teng vставить diapazon belgilashimiz kerak. Kam mahsulotlar jami qiymati. Kam mahsulotlar jami qiymati. Umumiy
Jami mahsulotlar kam mahsulotlarda jami qiymati. Kam mahsulotlarni jami qiymati. Kam mahsulotlar. Hop. Mahsulot tugayapti, mahsulot yetarli. Mahsulot tugayapti, mahsulot yetarli. Buni qanaqa hisoblasak bo'lar ekan? Hop, buni taqqoslashimiz kerak-da. Bu logikasi qanaqa bo'ladi? Belgilaymiz, taqqoslaymiz. Taqqoslaganimizdan keyin hop, mayli, yozib ko'raylikchi, sumyesli. Buning uchun diapazon belgilashimiz kerak. Diapazon hop. Bu diapazon bo'ladi. Shu diapazon agar shu diapazon vergul qo'yamiz. Agar kichkina bo'lsa, bu yerda hozir kam mahsulotlar deyapti, to'g'rimi? Demak, kichkina bo'lsa, bu diapazondan qavs yopamiz. Vergul qo'yishimiz kerak va shart qanotlanganda bu yerda endi asosiy diapazonni belgilashimiz kerak. Narx diapazonini. Buni belgilaymiz va qavs yopsak, enter bossak, 0 chiqdi. Xursandman juda ham. Xo'p. Bunisi biroz murakkab ekan. Kam mahsulotlar jami qiymati. Hop. Bu bo'lish kerak. Anaqada, ya'ni kam mahsulotlar. Misol uchun bu soni 5 ta deyilgan, bu minimal zaxiradan kam. Ya'ni biz tekshirishimiz kerak. Agar minimal zaxiradan kam bo'lsa, uni qo'sh. Ya'ni har bittasini bu yerdan taqqoslab chiqib qo'shish kerak. Xo'p. Bu murakkab ekanchi. Boshdan harakat qilib ko'ramiz. Sumyesli funksiyasi orqali qilinadi. Mahsulot tugayapti, mahsulot yetarli, mahsulot tugayapti, mahsulot yetarli, mahsulot tugayapti, mahsulot yetarli. Qani shunchaki diapazon belgilab ko'raylik. Sumyesli. Hop, diapazon belgilashimiz kerak. Diapazon shu diapazon bo'ladi, aytaylik. Vergul qo'yamiz. Yozamiz. Agar kichik yo'q, agar teng bo'lsa, mahsulot nimaga? Tugayaptiga teng bo'lsa, vergul qo'yiladi. Endi diapazon summirovaniya deyapti. Shunaqa qavs ochishimiz kerak. Bu yerdan chiqamiz. Qavs ochamiz va bu yerdan diapazonni, ya'ni narx diapazoni kerak. Narx diapazoni enter bossak ishlasa kerak. Yana bilmadim. Mana ishladi. 6.640.000 ekan. Ya'ni tugayotgan mahsulotlarni bir-biriga qo'shgan va 6.600.000 pul chiqqan. Nima qildik bu yerda? Mana ko'rishingiz mumkin. Birinchi diapazonni belgiladik. Mana bu diapazon ko'klar. Agar shu diapazon mahsulot tugayapti so'ziga teng bo'lsa, mana diapazondagi xuddi shunga teng bo'lgan sonlarni bir-biriga qo'shib ber dedik. Va bizda mana kam mahsulotlarning soni 6.640.000 ga teng bo'ldi. O'zingizlar tekshirib ko'rishingiz mumkin mana. Mahsulot tugayaptida 2,5 million, keyin 40.000, keyin hop, kam mahsulotlar jami qiymati. Bu yerda jami qiymati degan ekan. Demak, biz mana umumiy qiymatni qo'shishimiz kerak. Ozgina adashibmiz. Formula to'g'ri bo'libdi, lekin mana bu qismda mana biz bu diapazonni emas, bu diapazonni olishimiz kerak. Shunda umumiy qiymat biz narxni yozib qo'yamiz. Enter bosamiz va 22.320. Endi yetarli mahsulotlar jami qiymati bu. Shuni sal boshqacharoq bo'ladi. Mana teng formula sumyesli ochamiz. Birinchi qaysi diapazonga shart beramiz? Shuni belgilaymiz. Mana bu diapazonga shart beramiz. Ya'ni mana yetarli mahsulotlar jami qiymati. Biz mahsulotni yetarli emasligiga shart bera olishimiz kerak mana. Bu diapazonni belgiladik. Vergul qo'yamiz yoki nuqta vergul. Qo'shni ochamiz. Agar teng bo'lsa, mahsulot yetarli. Boya mahsulot tugayaptiga teng bo'lsa deylik. Mahsulot yetarli. Mana. Agar mana diapazonda mahsulot yetarli bo'lgan, mana shu diapazondagi qaysidir kataylarda mahsulot yetarli bo'lsa, xuddi shu katay to'g'risidagi umumiy qiymatni qo'shadi.
Mana mahsulot yetarli 600 ming, 1 million 50 ming, 250 ming, 600 mingni bir-biriga qo'shadi. Endi enter bosamiz, enter bossak. Xo'p, kechirasizlar, biz nimani qo'shishni, ya'ni diapazon summirovaniani yozmadik. Mana summirovaniya bu umumiy qiymat bo'ladi. Ya'ni mana bu diapazonda hozir yetarli mahsulot soni mana agar mana bu diapazonda, mana ko'k diapazonda mahsulot yetarli bo'lgan kataylarni olsak, ya'ni bu shu diapazondagi hamma katayni tekshirib chiqadi. Mahsulot yetarli degan so'zga. Bu yoqda 1, 2, 3, 4 ta mahsulot yetarli degan katay bor. Va shu katayni to'g'risiga kelib, shu kataylarni bir-biriga qo'shib beradi. Ya'ni mahsulot yetarli bo'lgan kataylarni umumiy qiymatini bir-biriga qo'shib beradi. Bu yoqda diapazon belgilaymiz va tekshiramiz. Mahsulot yetarli degan katay topdi. Katay topadi va shuni to'g'risidagi mana umumiy qiymatga mos bo'lgan raqamlarni bir-biriga qo'shib chiqadi. Enter bosamiz, mana 2,5 million. Mahsulot yetarli bo'lgan, ya'ni yetarli bo'lgan, omborda yetarli bo'lgan mahsulotlarning umumiy qiymati 2,5 million so'm ekan. Endi kam mahsulotlarning o'rtacha narxi. O'rtacha narx bu sredniy znach orqali topilar edi. Bu ham summasiga qo'shilib ketadi. Bu yoqqa kiramiz. Teng belgisi, sredniy znach qavs ochiladi. Diapazonni belgilaymiz. Kam mahsulotlar o'rtacha narxi. Biz kam mahsulotdan topib olishimiz kerak. Bu yoqqa olamiz. Buni o'zi mahsulot tugayapti, mahsulot yetarli emas. Kam yetarli desak to'g'ri bo'lar ekan. Endi biz mayli. Xo'p, diapazonni belgiladik. Mana kam mahsulotlar o'rtacha narxi. Shu diapazondan qaysi katayni virgul qo'yamiz yoki nuqta virgul teng bo'lsa, mahsulot tugayaptiga teng bo'lsa, teng bo'lgan katagini o'rtacha narxini mana topib berishimiz kerak. Shularning ichidan topib beribdi. Keyin qavs yopiladi, enter bossak, mana 3720. Bu nima qildi? Hozir mana kam mahsulotlar jami qiymati 22,320 ming, to'g'rimi? Mana kam mahsulotlarni topdi. Misol bunda tugayapti. Hammasini bir-biriga qo'shdi, bu yerda 22,320 ming chiqdi. Endi bu yoqda shu 22,320 mingni 1, 2, 3, 4, 5, 6 ga bo'lib oldi. Ko'rishimiz mumkin. 22,320 ming bo'lamiz nechaga? Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ga. 6 ga bo'lsak, enter 3,720 ming. 3,720 ming pul chiqdi. Keyin ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa yetarli mahsulotlar o'rtacha narxi. Bunda ham xuddi shu funksiya ishlatiladi. Formula tashlaymiz. Ya'ni sredniy znach если ishlatiladi. Diapazon belgilaymiz. Virgul yoki nuqta virgul qo'shni ochamiz. Teng bo'lsa, mahsulot yetarli. Ya'ni mahsulot yetarliga teng bo'lsa, ya'ni yetarli mahsulotlar o'rtacha narxi degani mahsulot yetarliga teng bo'lsa, qavs yopamiz. Qo'shni yopamiz. Yana virgul yoki nuqta virgul. Endi summirovaniya diapazonni belgilashimiz kerak. Shu qavs yopiladi. Enter bosamiz. Mana 625 ming so'm. Hop, yetarli mahsulotlarni o'rtachasi 625 ming. Bu qayerdan topyapti? Mana yetarli mahsulotlar jami qiymati 2,5 million ekan. Jami qiymat agar 2,5 million bo'lsa, 1, 2, 3 bo'lamiz. Nechta yetarli? 1, 2, 3, 4 ta. Bo'lamiz 4 ga. Enter 625 ming. Mana to'g'ri chiqdi. Qilishimiz kerak bo'lgan ishlar shulardan iborat edi. Har bittasini bitta-bitta ko'rib chiqishlar mumkin. Mana formulalarni ko'rsatyapman. Bitta-bitta o'zingizlar yozib, ko'rib, o'zi men bilan birgalikda yozsanglar oson bo'lardi. Mana shular, bu yoqda ham o'sha logika oson, mana. Logika oson juda. Mana bunda ham logika oson. Shunaqa, ya'ni hisob-kitob ishlarida shunaqa formulalardan foydalansanglar juda ham oson bo'ladi ishinglar. Ya'ni bitta-bitta yozib, bitta-bitta hisoblab chiqmaysizlar-da. Buni misol tasavvur qilinglar, shuncha narsani agar kalkulyatorda hisoblaganingizda qancha vaqt ketadi. Bu narsani o'rganib olsanglar, ishlar osonlashadi. Umumiy shu. Shuning uchun ham bular murakkabroq formulalar hisoblanadi. Men ham o'zim ishlab ko'rmagan edim, shuning uchun biroz qiynaldim. Lekin mana kerak bo'lgan ishlar bo'ldi. Kerak bo'lgan
hisoblar chiqdi. Hop, sizlar bilan bugungi o'tishimiz kerak bo'lgan narsalar shulardan iborat edi. Qilolmagan bo'lsanglar normal holat. Mana men ham qilolmadim, ko'rishinglar mumkin. Zo'rg'a qildim. Umumiy biliminglar oshdi degan umiddaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha sizlar bilan Javlon Qulonov bo'ldim.